Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatib boruvchilarimiz, mana Navoiydan kelgan akam, mana bu Sherali akam, bemalolning ukalari. Xudo xolasa duolarga qo'yibdilar. Akam qarashga ketyaptilar mana akam. Xudo xolasa duoda bo'lib turasizlar inshaalloh. Mana akalarimga duo qilib turinglar. Xalqimiz sizlardan so'rab qolamiz, iltimos qilamiz albatta. Shu akalarim ham Alloh dardlariga shifo berib, tez orada sog'ayib ketsinlar. Yurtimizga sog'-salomat qaytib kelish nasib qilsin. Hammanglarni qilgan duolarda Allohim hammamizga amin deb qo'llab tursin. Sog' bo'linglar. Albatta kuzatishni davom etinglar. Duo qilishni unutmanglar. Akalar, kayfiyatlar qalay? Rahmat. Xudo xolasa hozir yo'lga chiqamiz akalar. Xudo xolasa. Sherali aka, eshidan cho'chimang, hamma zo'r bilan. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Qalaysizlar akalar? Charchamayapsizlarmi? Yaxshimi hammasi? Hamma xursandmi? Xudo xolasa duoda bo'lib turasizlar. Hamma ketayotgan bemorlarimizga Alloh mushkullarini oson, dardlarini Alloh shifosi bilan berib, inshaalloh salomat qaytib kelish nasib qilsin. Duoda bo'lib turasizlar, xalqimizdan duo qilishni so'rab qolamiz. Hammanglarga Alloh shifo bersin. Sog' bo'linglar. Hop, omon bo'linglar. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib turamiz, a? Xudo xolasa. Duolarimiz mana O'zbekistondan Hindistonga yo'l oldik. Inshaalloh Alloh ishlarimizni xayrli qilsin. Duoda bo'lib turinglar, bemorlarimizga Alloh shifo berib, sog' salomat qaytib kelsin. Assalomu alaykum, hormaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Nima kerak bo'lsa shunga aytaveramiz.